Hammaga salom. Biz HTML darsini 3-darsini boshlaymiz. Xo'p, birinchi bo'lib biz VS Code'ga kirib olamiz. Bu yerda terminal bilan kirib olamiz. Xo'p, Code deyman deb joylashib nuqta qilaman. VS Code'ni ochib beradi. Xo'p, mana ochdi. Endi kichkina narsalarimiz turibdi. Bunga 3-dars deb yozamiz. Xo'p, buni ichiga index.html faylni ochamiz. Xo'p, buni ochildi. Endi Shift+1 qilamiz, Enter bosamiz. Xo'p, endi buni brauzerda ochib olamiz. Hech narsa yo'q. Xo'p, ochib oldik. Endi sizlar bilan ba'zi bir taglar bilan tanishib chiqamiz. Kerak bo'ladi. Xo'p, biz nima qilamiz? Birinchi kelib B tagidan foydalanamiz. B yozamiz, Enter bosamiz. Bu nima qiladi? Ya'ni bu ekranga qalin matn chiqaradi. Xo'p, buni ichiga yozamizki, tamom dunyo deb yozamiz. Va natijada ko'rsak, qalinroq, yuqoriroq matn ko'rinyapti. Chiqib ko'rayotgan bo'lsak. Xo'p, keyingi kodimiz strong tagi bo'ladi. Bu tag muhim matn deb nomlanadi. Xo'p, bunga muhim matn deb yozamiz. Xo'p, endi ko'rayotgan bo'lsak, mana nomi shunaqa, endi uncha o'zgarish yo'q. Xo'p, endi i tagidan foydalanamiz. I tagi. Buning nomi kursiv matn. Ko'rgan bo'lsak, bu ingichkaroq, qiyshiqroq chiqdi. Xo'p, to'rtinchisi m tagi. Bu paketlangan matn deb nomlanadi. Matn. Xo'p, endi buni ko'ramiz. Ko'rgan bo'lsak, bunga o'xshab ketadi, lekin unchalik o'xshamaydi, sal o'xshaydi ekan bunga. Xo'p, beshinchisi mark tagi. Bu belgilangan matn. Ko'rgan bo'lsak, ya'ni bu default chiqarib berdi. Ya'ni default background colorni, ya'ni rangini, fon rangini sariq qilib berdi. Keyinchalik buni o'rgatsa bo'ladi CSS orqali, lekin hali biz ularga yetib kelmadik. Shuning uchun hozircha shunday turaveradi. Xo'p, endi del tagi bilan tanishib chiqamiz. Bu o'chirilgan matn. O'chirilgan matn. Bu ustiga chiziq tortilgan holda bo'ladi. Keyin mana shu yerga barra berib chiqamiz orasiga. Ya'ni bu joy tashlab, bo'lib olsak bo'ladi. Shunaqa. Biri bo'lamiz. Ko'rgan bo'lsak, hammasi tagma-tag bo'lib tushdi endi. Yaxshiroq, qulayroq bo'lib turibdi. 7-chi tagimiz ins deb nomlanadi. Bu qo'shilgan matn. Ya'ni
Ya'ni bu tagida issiq bo'ladi, ya'ni bir-biriga qo'shilgan suv hisoblanadi. Joylashtirilgan bo'lsa ham orasida. Keyin 8-si suv. Bu pastki matni deb nomlanadi. Ko'rgan bo'lsak, endi mana enter qilamiz, bir yozib qo'yamizda, keyin suv deb nom beramiz. Suv. Buni nomi yuqori indeksli matn deb nomlanadi. Ko'rgan bo'lsak, hop buguncha darsimiz shu. Keyingi darslarda HTML darsida moslashuvchan rasmlar haqida dars o'tamiz. 4-chi darsda. Buguncha xayr. Agar videoni tushunmagan bo'lsangiz qaytadan ko'ring.